Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan svoystva panelini ko'rib chiqamiz. Svoystva paneli yana bundan tashqari svoystva sloy paneli ham bor. Bularni birgalikda bugun ko'rib chiqamiz. Svoystva panel asosan, masalan, birorta bir to'rtburchak chizamiz. O'rtani yoqamiz. Masalan, 40 ga 80. Masalan, mana shu to'rtburchakni qalinlashtiramiz. Qalinlashtirganimizdan keyin rang beramiz, chiziq turlarini belgilaymiz. Mana shunday tartibda biz bugun demak svoystva bo'limidagi buyruqlarning vazifalarini ko'rib chiqamiz. Masalan, mana shu chiziq bo'lsin. Chiziqni masalan biz qalinlashtirmoqchimiz. Bu qalinlashtirishda asosan biz pichat qilib chiqarganimizda yana ham tiniqroq, aniqroq qilib ko'rsatishga yordam beradi. Masalan, 30 mm ga qalinligini qalinlashtirdik, qalinlashmadi. Nima uchun? Chunki mana bu yerda nastroykadan biz yoqishimiz kerak bo'ladi толщина liniy. Mana bu yerda mana paydo bo'ldi. Mana holatlar qatoridan толщина liniyni mana bosdik va mana chizmamiz qalinlashdi. Chizig'imiz. Xo'p, ana endi misol tariqasida ko'rib chiqyapmiz. Masalan, to'rtburchakni mana bu tomonini birorta bir shtrix chiziq bilan chizishimiz kerak bo'lsin. Bizga har doim chiziq turlari kerak bo'ladi. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek shtrix chiziq yo'q. Buni другойga kiramiz. Другойdan загрузить bo'limiga kirsak agar bu yerda mana bizga kerakli shtrix turlari bor. Chiziq turlari biz xohlagan birorta bir shtrixni tanlashimiz mumkin. Masalan, birinchisini mana tanladim, OK ni bosaman va bu yerdan ham OK ni bosib mana bu yerdan mana shtrix chizig'i paydo bo'ldi. Shuni bosamiz va chiziqni ustiga bossak agar bizga shtrix holatda mana ko'rindi. Endi mana bu chiziqni masalan biz bo'yamoqchimiz. Birorta bir boshqa rangga almashtirmoqchimiz. Ba'zida bizga asosiy chiziqlar yoki bo'lmasam tushuntirish uchun birorta bir boshqa xil rangga olish kerak bo'ladigan chiziqlarimiz bo'ladi. O'shanda masalan biz mana bu yerdan xohlagan bir rangni tanlab olishimiz mumkin. Mana rangi o'zgardi. Bu yerda masalan buni ham birorta bir qalinroq chiziqqa almashtirib qo'yamiz. Mana svoystva bo'lim bizga asosan chiziq turlari, chiziqning ranglari, chiziqning qalinligi uchun bizga kerak bo'ladigan panellardan biri hisoblanadi. Svoystva sloy bu asosan nima uchun kerak? O'zi svoystva bo'limi, aynan svoystvaning sloy bo'limi bizga modellarni tartibga soladigan bo'lim hisoblanadi. Bu agar o'lchamlar, chizmalar ko'payib juda bir qiyin ishga mana ko'payib qolsa agar ishimiz qiyinlashadi albatta. Buning uchun bizga svoystva sloy bo'limidan foydalansak agar biz ishimiz qiyinlashmaydi va ma'lum bir vaqtni tejagan bo'lamiz. Qanday qilib? Masalan, to'rtburchakni eski holiga keltiramiz. Xo'p, to'rtburchakka masalan razmer qo'yamiz. Mana 40 ga 80 razmer qo'ydik. Ana endi masalan bizga razmerlarni boshqa rangda
va to'rtburchakni o'zini boshqa rangda qalinligini boshqacharoq qilib deylik almashtirishimiz kerak bo'lsin. Buning uchun свойства слой bo'limiga kiramiz. Mana bu yerda создать слой bor. Создать слойga kiramiz. Sloyning nomini masalan razmer deb qo'yamiz. Mana razmer deb qo'ydik. Yana bitta sloy tayyorlaymiz. Mana bu yerdan ochamiz yana bitta sloyni. Bu sloyning nomini masalan to'rtburchak deb qo'yamiz deylik. Xo'p, ana endi bundan chiqamiz. Masalan biz mana shu razmerlarni masalan ko'k rangda bo'yab qo'yishimiz kerak bo'lsin. Buning uchun bularni belgilaymiz hamda sloyga kiramiz. Sloyga kiramiz. Mana razmer degan joyi turibdi. Mana razmerni tanladik. Endi свойства sloyga yana kiramizda razmerini masalan mana bu ranglar bo'limi bor. Ranglar bo'limiga kirib ko'kni bosamiz hamda okeyni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek razmerlar, o'lchamlar ko'k rangga bo'yaldi. Yoki bo'lmasam masalan biz mana shu joyidagi o'lchamni belgilab turib mana bu yerdan ham o'zgartirishimiz mumkin. Lekin sloyga o'zgarmaydi. Ko'rib turgan bo'lsalar, sloyda razmer joyi ko'kda turibdi. Biz deylik, aynan mana shu qismi bizga sariq rangda bo'lishi kerak va biz mana shu qismini belgilab turgan holda sariq rangga bo'yab qo'yishimiz ham mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu to'rtburchakni masalan biz belgilaymiz mana shu to'rtburchakni mana to'rtburchakka kirdik, belgiladik, свойства sloyga kirib masalan qalinlashtirishimiz kerak bo'lsin, 30 mm ga qalinlashtirishimiz kerak bo'lsin. Okeyni bosamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, to'rtburchagimiz qalin holatda bo'ldi. Mana shunday tartibda sloylar bilan ishlanadi. Endi men bu juda oddiy holatda ko'rsatdim. U yana ham kattaroq obyektlar chizganda, arxitektura planlar chizganda, yana ham razmerlar, obyektlar har xil turlicha shaklda, rangda bo'lishi kerak bo'lsa agar biz asosan mana shunday qilib sloylar yaratgan holatda tayyorlab mana shunday qilib bajarsak ishimiz ancha yengillashadi. Bu yerda ko'rib turganingizdek mana 3 ta belgi ham turibdi. Bular birinchisi mana bu lampochka, bu vaqtincha o'chirish buyrug'i, ya'ni masalan mana shu razmerlar bizga vaqtincha kerak emas. Mana shularni biz vaqtincha o'chirib turishimiz mumkin. Mana shu joyini masalan o'chirib turishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek 3 ta. Yana bossak agar yana yondi. Bu esa muzlatish, ya'ni razmerlarni vaqtincha holatda mana shunday holatda muzlatish. Bu qulf esa demak o'sha sloylarni tayyorlab bo'lganimizdan keyin qulflab qo'yishimiz, ya'ni biror joyga siljib ketmasligi yoki birdaniga o'zgarib qolmasligi uchun qulfni bosib qo'ysak agar bu o'shanday holatda turadi. Yana ochsak agar yana bemalol o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi siz bilan свойства bo'limi haqida ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan mavzu shulardan iborat edi. Keyingi darsda yana sizlar bilan obyektная привязка bo'limi bilan tanishib chiqamiz.